Salondan chiqiboq sport zalga kelganman. Ayni damda vaznim 47 kilo. Men shu yaxshi norma, zo'r yuraman. Ana gibkost, egiluvchanlik zo'r menda mana. Qo'lim o'zi bolaligimdan zo'r egiladi, lekin mana qaranglar, rastяжкаlar ham yaxshi chiqadi. Uni qanaqa ko'rsatsam yaxshi sizlarga. Вот так вот. Вот так. Agar ozgina semirsangiz, vaznlisizda rastяжка qila olmaysiz. Tillarim ham kelishmay qolyapti, charchab qolman. Shuning uchun ozgina yaxshi baribir charchamaylar. Sog'lom turmush tarzini targ'ib etishda Kamina davom etadi. Demak, sog'lom turmush tarzining asosi bu everyday sport sizni hayotingizda bo'lishi kerak. Har kuni. Men o'zim orada 2 kun, 3 kun kela olmadim. O'shaning uchun maslahatim, vaqt topdingizmi, sport zalga yugurish kerak. Sport sog'lik garovi. O'rtoqlar, charchamaylar. Rahmat e'tibor uchun.